nonga zo'rg'a pul topamiz. Alam qiladi ustoz. Bo'ldi bolam. Qo'y. Yig'lama qizim. Bilasanmi? Bitta mashhur adibni mashhur gapi bor. Adashmasam buni Nobel mukofoti sovrindori Chingiz Aytmatov aytgan. Baxtsiz bolalik baxtli kelajakni bunyod etadi. Shunday deb yozgan. Qizim, hali ko'rasan. Sen hammadan baxtli bo'lasan. Chingiz Aytmatovni juda yaxshi bilaman. Oq kemani yozgan. Ha, o'zim aqlli qizim. O'sha. Xuddi o'sha. Aqlinga qoyilman. Shunday ekan o'kinma qizim. Matonatli bo'l. Sen kuchli qizsan.